har qanaqa erkakni Maldivga olib borishga ko'ndirishni eng yaxshi usuli unga shu mehmonxonani ko'rsatish. Birinchi ularga yoqadigan jihatlardan boshlaymiz. Bu otelde haqiqiy futbol yulduzlari va afsonalari bilan futbol lagerda ishtirok etishingiz mumkin. Francesco Totti, Luis Suarez, Michael Owen, Alexander Del Piero, Rio Ferdinand yoki o'sha mashhur Marco Madracer. Suv ustida reaktiv avtomobilda yurish imkoniyatini beruvchi Sea Bridger. Delfin shaklidagi suv osti kemasi. Suv yuzasida 90 km/soat va suv ostida esa 40 km/soat tezlikka yeta oladi. Shuningdek, suv osti qanotli elektrovelosipedlar. Maldivdagi eng katta suvda suzuvchi park. To'siqlar yo'lakdan o'tish mumkin bo'lgan joy. 4 ta tennis korti, padel uchun maydon, karting va yana juda ko'p qiziqarli narsalar. Albatta, barcha uchun dam olish imkoniyatlari ham bor. Maldivdagi yagona otli rancho faqat shu yerda. Pilates, yoga, meditatsiya, aerobik hammasi bor. Romantik kechki ovqat uchun shaxsiy orol xizmatda. Bularga qo'shimcha ravishda 6 ta restoran, 7 ta bar, 24 ga 7 ishlaydigan Wow All Inclusive konsepsiyasi bo'yicha faqat kattalar uchun kechki shou va basseyn atrofida vechelinkalar. Siyanvor bu Maldivdagi eng aktiv mehmonxona. Shu qadar ko'p imkoniyatlari borki, hatto 2 haftada ham hammasini sinab ko'rishning iloji yo'q. Bundan keyin hech kim shu Maldivda o'zi nima bor demaydi. Chunki aktiv dam olishdan tashqari okean bo'yidagi tinch Maldiv vibe'ini hech kim bekor qilmagan. Kommentariyada Siam deb yozing va biz sizga mehmonxona haqida qo'shimcha ma'lumot hamda hisob-kitobni yuboramiz. Nós tá